Jigar, haligacha dizelni kara ishlatib yuribsizmi? Sizga bugun Hangcha brendini ikki xil karasini namoyish etmoqchiman. Dizelni karani farqi birinchidan qattiq tebranish, chiqindi gazlar va elektr karani dizelnidan eng afzal tarafi dovsiz ishlaydi va yopiq omborxonalarga ideal to'g'ri keladi. Dizel kara kuniga 20 litr solarka sarf qilsa, 1 yilda esa 56 million so'm bo'ladi. Va qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatish uchun o'rtacha 10 million so'm xarajat qilasizlar. Elektr karani xarajatlari 8 soat ishlashi uchun 18 ming so'm xarajat qilasiz. Bu esa yiliga 5 million so'm bo'ladi. Texnik xizmat ko'rsatish uchun o'rtacha 1 million. Jigar, sizga rasmiy, sifatli va ishonchli kara kerak bo'lsa, Hangcha O'zbekistonga murojaat qiling.